Aziz do'stlar, 11 sotix maydonimizda ekilgandan keyin kalsiy nitrat berilgan, mana fosfat kaliy berilgan, 13-40-13 berilgan. Izidan yana 3-20 berilgan. O kuz faslida. Endi biz yana oziqa berish boshladik. Kalsiy nitrat, kalsiy nitratdan 11 sotix maydonimizda mana shu bo'shkamizda 5 kilodan 2 marta eritib berib yuboramiz. 5 kilodan 10 kilo va bunga qo'shimcha monofosfat kaliy 0,52-34 dan 4 kilo shu maydonimizga 4 kilo qo'shib berib yuboramiz va 150 gram borni kislota bor beramiz. Уже gullayapti, gullash davrida уже bor обязательно kerak. Kalsiy nitrat hamma oziqada kerak. Monofosfat обязательно kerak. Chiroyli gullatib, ildizlarni rivojlantirib, kaliyga, fosforga boy o'timiz mana shu maydonimizda oziqlantirish jarayoni ketmoqda. Bizda mana ariqdan to'g'ri ariqdan shu nasosimizda to'g'ri tortib suvimizni filtrlab bo'shkaga ham to'ldirib olyapmiz. Mana shunday qilib oziqalar tayyorlab injektor qilib berib yuboramiz. Mana shu bo'shkamizdan ikkinchi nasosimiz bor. Ham ariqdan suv keladi, ham bo'shkadan bu nasosimiz orqali troynik qilib injektor vazifasida berib yuboramiz. Oziqamizni qo'shib yuboramiz. Ketayotgan ariqdan kelayotgan suvga oziqamizni, 1 tonnalik oziqamizni qo'shib yuboramiz. Shuni qo'shib qurtmaylarimiz tomchilab sug'orish shlanglari bilan tashlangan shu yerga mana shu oziqlantirish jarayoni ketmoqda.